20 sentyabrdan boshlab pensionerlar bo'yicha tekshiruvlar kuchaytirilishi haqidagi xabarlar ko'pchilikni xavotirga solyapti. Men bugun sizga bu masalani oddiy tilda ortiqcha vahimasiz, lekin juda aniq qilib tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensioner onasi bor farzandlarga, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalarga va nogironlik pensiyasi oladigan fuqarolarga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta noto'g'ri hujjat yoki bitta yangilanmagan ma'lumot pensiya to'lovida muammo chiqarishi mumkin. Avval ko'p hollarda pensiya tayinlangandan keyin odamlar xotirjam yurardi. Ya'ni fuqaro pensiyaga chiqadi, hujjatlarini topshiradi, pensiya miqdori belgilanadi, keyin har oy kartasiga pul tushib turadi. Albatta, avval ham nazorat bo'lgan, lekin ko'p tekshiruvlar alohida holatlar bo'yicha shikoyat bo'lsa, ma'lumotlarda tafovut chiqsa yoki idoralar o'rtasida so'rov yuborilganda amalga oshirilardi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaydi. Pensiya jamg'armasi, soliq organlari, FHDYO, bandlik organlari, banklar, tibbiy mehnat ekspertiza komissiyalari va boshqa tizimlardagi ma'lumotlar solishtiriladi. Ya'ni pensionerning yashash joyi, tirikligi, ishlayotgan, ishlamayotgani, nogironlik muddati, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi uchun asos bo'lgan holatlar, bolalarning yoshi va o'qishi kabi ma'lumotlar tekshirilishi mumkin. Men bu yerda eng muhim narsani ta'kidlayman. Tekshiruv degani hammaning pensiyasi to'xtatiladi degani emas. Tekshiruvning maqsadi odatda noto'g'ri to'lovlarni aniqlash, ortiqcha to'langan pullarni oldini olish va haqiqatan huquqi bor odamlarning to'lovini tartibga solishdir. Lekin muammo shundaki, ba'zi fuqarolar o'z ma'lumotini vaqtida yangilamaydi, hujjatni olib bormaydi. Kartani boshqa odam ishlatadi. Vaqtinchalik chet elda yurganini aytmaydi yoki bolasi o'qishni tugatgan bo'lsa ham boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'ladi. Shunday holatlarda savol tug'iladi va tekshiruv boshlanadi. Oldin ko'p ma'lumotlarni fuqaroning o'zi olib borardi. Masalan, pensioner yashash joyini o'zgartirsa, mahallaga aytardi yoki aytmasdi. Pensiya bo'limiga borardi yoki bormasdi. Nogironlik guruhi muddati tugasa, odam qayta ko'rikdan o'tish kerak edi, lekin ba'zilar kechikib yurardi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba har yili o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma olib borishi kerak bo'lardi. Hozir esa ko'p narsa elektron bazalarda ko'rinadi. Masalan, fuqaro rasmiy ishga kirsa, bu soliq va mehnat tizimida aks etadi. Talaba o'qishni bitirsa yoki akademik ta'til olsa, ayrim holatlarda ta'lim bazasida ko'rinadi. Fuqaro vafot etsa, FHDYO bazasida qayd etiladi. Nogironlik muddati tugasa, tibbiy ekspertiza ma'lumoti aks etadi. Shuning uchun hech kim bilmaydi degan qarash endi ishlamaydi. Lekin elektron tizim ham doim mukammal emas. Ba'zida bazalarda eski ma'lumot qoladi. Ism, familiyada xatolik bo'ladi. Tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan bo'ladi. Pasport almashtirilganda ma'lumot ulanmay qoladi. Bank kartasi muddati tugaydi. Pensiya boshqa hududga ko'chirilmaydi. Ana shunday xatolar ham pensionerning o'ziga muammo bo'lib qaytishi mumkin. Shuning uchun tekshiruvdan qo'rqish emas, unga tayyor bo'lish kerak. Birinchi navbatda nogironlik pensiyasi oluvchilar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki nogironlik guruhi doimiy yoki muddatli bo'lishi mumkin. Agar sizga nogironlik 1 yilga, 2 yilga yoki muayyan muddatga berilgan bo'lsa, qayta ko'rik sanasini o'tkazib yubormaslik zarur. Masalan, fuqaro 2 guruh nogironlik pensiyasini oyiga 1.200.000 so'm olayotgan bo'lsin. Uning qayta ko'rikdan o'tish muddati 25 sentyabrda tugagan. Lekin u keyin borarman deb yurdi. 20 sentyabrdan keyin tekshiruvda uning nogironlik muddati tugagani ko'rinsa, pensiya vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Keyin u hujjatlarni tiklaydi, qayta komissiyadan o'tadi. Lekin bu orada 1 oy yoki 2 oy to'lovda uzilish bo'lishi ehtimoli bor. Ikkinchi guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu yerda ayniqsa bo'yin tekish yoshdan oshgan farzandlar masalasi muhim. Agar farzand kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, odatda ma'lum yoshgacha pensiya olish huquqi saqlanishi mumkin. Lekin bola o'qishni tashlab ketgan bo'lsa, sirtqi ta'limga o'tgan bo'lsa yoki diplom olib bitirgan bo'lsa, bu holat pensiyaga ta'sir qiladi. Masalan, bir oilada 2 farzand otasidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Kechigi maktabda, kattasi institutda edi. Kattasi iyul oyida o'qishni tugatdi.
lekin oila pensiya bo'limiga xabar bermadi. Agar tizimda bu aniqlansa, ortiqcha to'langan summa hisoblanishi va qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Bu summa bir oyda kichik ko'rinadi, lekin 6 oy yig'ilsa, oilaga og'irlik qiladi. 3-guruh ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik pensiyaga chiqdim. Endi ishlasam ham bo'ladi deb o'ylaydi. Ko'p holatda pensioner ishlashi mumkin, lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki imtiyozlar ishlash holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar pensioner rasmiy ishlayotgan bo'lsa, bu ma'lumot yashirin qolmaydi. Masalan, ayol kishi yoshga doir pensiya olib, keyin xususiy tashkilotga rasmiy ishga kiradi. Uning asosiy pensiyasi saqlanishi mumkin, lekin agar u aynan ishlamaydigan shaxs sifatida biror qo'shimcha yordam yoki nafaqa olayotgan bo'lsa, shu qisqasin qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun pensiya bilan nafaqa, kompensatsiya va qo'shimcha to'lovlarni adashtirmaslik kerak. 4-guruh chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar. Ba'zi fuqarolar pensiyasi kartaga tushib turgani uchun o'zi Rossiyada, Qozog'istonda, Turkiyada yoki boshqa davlatda yashab yuradi. Kartani esa qarindosh ishlatadi. Bu holatning huquqiy tartibi bor. Agar fuqaro doimiy yashash uchun chet elga ketgan bo'lsa, pensiya masalasi alohida ko'rib chiqiladi. Agar vaqtincha davolanishga yoki farzandlarnikiga borgan bo'lsa, boshqa masala. Lekin pensionerning tirikligi, yashash joyi va to'lovni kim olayotgani bo'yicha savollar chiqishi mumkin. Ayniqsa karta boshqa odam qo'lida bo'lsa, bank operatsiyalari shubha uyg'otishi ehtimoli bor. 5-guruh hujjatlarda xatolik borlar. Pasportdagi familiya, tug'ilgan sana, otasining ismi, nikohdan keyingi familiya, eski pasport ma'lumoti, yashash manzili bir-biriga mos kelmasa, tizimda chalkashlik paydo bo'ladi. Masalan, pensiya hujjatida Karimova Gulbahor deb yozilgan, yangi ID kartada Karimova Gulbahor bo'lib qolgan. Bir harf farqi ham bazada boshqa shaxsdek ko'rinishi mumkin. Bunday xatolarni mayli yuraversin deb qoldirmaslik kerak. Agar siz yoshga doir pensiyani qonuniy rasmiylashtirgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz o'zingizda bo'lsa, yashash joyingiz ma'lum bo'lsa va pensiyaga ta'sir qiladigan o'zgarishlarni vaqtida bildirgan bo'lsangiz, tekshiruvdan qo'rqish uchun asos yo'q. Men ko'p odamlarga shuni tushuntiraman. Davlat tekshiruvi oddiy pensionerni jazolash uchun emas, tizimdagi noto'g'ri holatlarni topish uchun o'tkaziladi. Masalan, 67 yoshli ota yoshga doir pensiya oladi. Uyida yashaydi, vaqti bilan bankdan pulini oladi. Pasporti yangilangan, mahalla va pensiya bo'limidagi ma'lumotlari mos. Bunday odamga tekshiruv kelib qolsa ham odatda hujjatni ko'rsatadi. Savollarga javob beradi, masala yopiladi. Yoki 62 yoshli ona pensiya oladi, ishlamaydi. Qo'shimcha nafaqa olmaydi, karta so'zida. Uning pensiyasi to'xtashi uchun sabab bo'lmaydi. Lekin men oddiy pensionerman deb hamma narsani e'tiborsiz qoldirish ham to'g'ri emas. Chunki ba'zida muammo pensionerning aybi bilan emas, texnik xatolik bilan chiqadi. Shu sababli har bir pensioner o'z hujjatlarini bir marta tartibga solib qo'ysa, keyin ko'ngli xotirjam bo'ladi. Birinchimiz. Bir ayol 28 yoshida pensiyaga chiqqan. Pensiya tayinlashda uning 25 yillik ish staji hisoblangan. Keyinroq arxivdan yana 5 yillik ish staji topildi. Ayol buni pensiya bo'limiga olib bormagan. Chunki baribir foydasi yo'q deb o'ylagan. Aslida esa qo'shimcha staj pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Tekshiruv jarayonida faqat kamaytirish emas, ayrim hollarda to'g'irlash va oshirish masalasi ham chiqadi. Shuning uchun hujjatni yashirib yoki unutib qo'ymaslik kerak. Ikkinchi misol. Bir pensioner boboning bank kartasi o'g'lida bo'lgan. O'g'li har oy pulni yechib otasiga berib turgan. Bu oilada muammo yo'qdek ko'rinadi. Lekin agar ota kasalxonada yotgan bo'lsa, chet elda bo'lsa yoki vafot etgandan keyin ham karta ishlatilsa, bu jiddiy muammo bo'ladi. Ayniqsa vafotdan keyingi tushgan pensiya qonuniy meros puliga avtomatik aylanmaydi. Ortiqcha to'langan summa qaytarilishi kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensioner vafot etsa, qarindoshlar darhol tegishli idoralarga xabar berish shart. 3-misol. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan 19 yoshli yigit institutda kunduzgi bo'limda o'qiyotgan edi. Keyin u sirtqiga o'tdi va ishlay boshladi. Oilasi pensiya olishda davom etdi. Tekshiruvda ta'lim shakli o'zgargani aniqlansa, pensiya huquqi qayta baholanadi. Bu yerda biz bilmagan edik degan gap har doim ham javobgarlikdan ozod qilmaydi. Chunki pensiya olayotgan shaxs yoki uning vakili holat o'zgarsa xabar berish kerak. 4-misol.
nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaro qayta ko'rikdan o'tishi kerak edi. U navbat ko'p, vaqtim yo'q deb bormadi. Pensiya to'xtadi. Keyin u yugurib hujjat yig'di, shifokorlarga bordi, komissiyadan o'tdi. Bu holatda asos tiklansa, to'lov masalasi qonundagi tartib bo'yicha ko'rib chiqiladi. Lekin odam o'zi uchun ortiqcha tashvish yaratgan bo'ladi. Shuning uchun muddatli hujjatlarni oldindan nazorat qilish juda muhim. Eng birinchi nozik jihat shuki, tekshiruv bir xil ko'rinishda bo'lmaydi. Kimdandir telefon orqali ma'lumot so'radi, kimdir pensiya bo'limiga chaqiriladi, kimningdir ma'lumoti idoralararo bazalarda solishtiriladi. Ba'zida mahalla orqali aniqlashtiriladi, ba'zida bank kartasi yoki hujjat bo'yicha savol tug'iladi. Shuning uchun hammani uyga kelib tekshiradi yoki hammaning pensiyasi to'xtaydi degan gaplar noto'g'ri. Ikkinchi nozik jihat, pensiya bilan nafaqa bir narsa emas. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi boshqa asoslarda tayinlanadi. Bundan tashqari kam ta'minlangan oilalarga beriladigan nafaqa, parvarish puli, kompensatsiya, moddiy yordam kabi to'lovlar bor. Tekshiruvda aynan qaysi to'lov haqida gap ketayotganini tushunish kerak. Odamlar ko'pincha pensiyamni kesishdi deydi. Aslida esa qo'shimcha nafaqa to'xtagan bo'ladi. Uchinchi nozik jihat, ortiqcha to'lov masalasi. Agar fuqaro huquqi bo'lmagan davrda pul olgan bo'lsa, davlat bu summani qaytarishni talab qilishi mumkin. Bu har doim ham birdan katta jarima degani emas, lekin qarzdorlik paydo bo'ladi. Masalan, har oy 600 ming so'mdan 2 oy davomida asossiz to'lov olingan bo'lsa, 4 million 800 ming so'm masala chiqadi. Bu oddiy oila uchun katta pul. Shuning uchun o'zgarishni yashirishdan foyda yo'q. 4-nozik jihat. Vakolatnoma bilan pul olish. Agar pensioner yura olmasa, kasal bo'lsa yoki boshqa sabab bilan pulni o'zi ola olmasa, qarindoshiga vakolatnoma berishi mumkin. Lekin vakolatnoma qonuniy rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Kartani berib qo'ydim, o'zi yechib keladi degan holat oilada qulay bo'lsa ham, nizoli vaziyatda isbot masalasini qiyinlashtiradi. Ayniqsa qarindoshlar o'rtasida kelishmovchilik chiqsa. Pensionerning puli kim tomonidan olingani muammo bo'ladi. 5-nozik jihat, yashash joyi. Pensioner boshqa tumanga yoki viloyatga ko'chsa, doimiy ro'yxat va amaldagi yashash manzili masalasini tartibga solish kerak. Chunki pensiya hujjatlari bir hududda, odam boshqa hududda bo'lsa, chaqiruv xati yetib bormasligi, ma'lumot yangilanmasligi mumkin. Keyin fuqaro meni hech kim chaqirmadi deydi, lekin tizimda uning eski manzili turgan bo'ladi. Men amaliyotda eng ko'p uchraydigan xatolarni alohida aytaman. Birinchi xato, hujjatni oxirgi kunga qoldirish. Qayta ko'rik, ma'lumotnoma, pasport almashtirish, bank kartasi muddati kabi masalalarni oldindan hal qilish kerak. Ikkinchi xato, telefon raqamini yangilamaslik. Ko'p idoralar SMS yoki qo'ng'iroq orqali xabar beradi. Agar siz eski raqamni ishlatmayotgan bo'lsangiz, muhim xabarni o'tkazib yuborasiz. Uchinchi xato, norasmiy maslahatlarga ishonish. Qo'shni, tanish, bozordagi odam hech narsa bo'lmaydi desa, bu huquqiy kafolat emas. Pensiya bo'yicha aniq javobni pensiya jamg'armasi bo'limidan, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yoki rasmiy manbalardan olish kerak. 4-xato, o'zim bormasam ham bo'ladi deb o'ylash. Ba'zi masalalarda fuqaroning o'zi yoki qonuniy vakili ishtiroki zarur. Ayniqsa shaxsni tasdiqlash, ariza berish, bank kartasi, vakolatnoma, nogironlik ko'rik kabi masalalarda beparvolik qilib bo'lmaydi. Avvalo hujjatlaringizni tekshirib chiqing. ID karta yoki pasportingiz, pensiya guvohnomangiz, bank kartangiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz to'g'ri va amaldami? Shuni aniqlang. Agar pasportingiz almashtirilgan bo'lsa, pensiya bo'limidagi ma'lumotlar ham yangilanganmi? So'rab qo'ying. Agar nogironlik pensiyasi olsangiz, nogironlik ma'lumotnomangizdagi muddatga qarang. Qayta ko'rik sanasi qachon? Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, oilaviy poliklinika, davolovchi shifokor va tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi tartibini oldindan surishtiring. Muddat tugagandan keyin boraman demang. Eng to'g'ri yo'l muddat tugashidan oldin tayyorgarlikni boshlash. Agar o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz, farzandlarning yoshi, o'qish shakli va o'qiyotgani haqidagi ma'lumotlarni tekshiring. Kunduzgi ta'limda o'qiyotgan talaba bo'lsa, o'qish joyidan kerakli ma'lumotnomani oling. Agar o'qish tugagan, akademik ta'til olingan yoki ta'lim shakli o'zgargan bo'lsa, buni yashirmang, pensiya bo'limiga murojaat qiling va vaziyatni tushuntiring. Agar pensioner chet elga ketgan bo'lsa,
uning maqomini aniqlang. Vaqtincha ketganmi yoki doimiy yashash uchunmi? To'lov kartasini kim ishlatyapti? Pensionerning o'zi bilan aloqa bormi? Kerak bo'lsa, qonuniy vakolatnoma rasmiylashtiring. Men qarindoshlarga ham aytaman, ota-onaning kartasini ishlatishda ehtiyot bo'ling. Bu pul pensionerniki, har bir yechim qonuniy va shaffof bo'lishi kerak. Agar ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiy ishga kirganingiz pensiyaga yoki qo'shimcha to'lovlarga ta'sir qiladimi? Aniqlashtiring. Buning uchun tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Siz men ishlayapman, shu pensiyamga ta'sir qiladimi? deb aniq savol bering. Agar qo'shimcha nafaqa olayotgan bo'lsangiz, ishlaganim sababli bu nafaqa saqlanadimi? deb alohida so'rang. Pensiya bo'limiga borganda qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya hujjati, bank kartasi rekvizitlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, nogironlik bo'lsa tibbiy hujjatlar, boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa o'lim guvohnomasi va farzandlarning hujjatlari. Talaba bo'lsa o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida, shuning uchun borishdan oldin telefon orqali yoki rasmiy kanal orqali ro'yxatni aniqlab oling. Agar sizga pensiyangiz to'xtatildi yoki hujjat olib keling deyishsa, vahimaga tushmang. Birinchi navbatda yozma yoki rasmiy tushuntirish so'rang. Sabab nima? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi muddatda olib borish kerak? Qaysi qaror asosida to'lov to'xtagan? Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing, kirim raqamini oling yoki elektron murojaat yuboring. Shunda sizning murojaatingiz ishsiz qolmaydi. Ariza yozishda murakkab iboralar shart emas. Men oddiy shaxsni tavsiya qilaman. Men falonchi pensiya to'lovim bo'yicha yuzaga kelgan holatni aniqlashtirib berishingizni so'rayman. Pensiya to'xtatilgan bo'lsa, uning sababi, huquqiy asosi va tiklash uchun taqdim etilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxatini yozma ravishda berishingizni so'rayman. Shundan keyin sana telefon raqami va imzo qo'yiladi. Agar sizning pensiyangiz asossiz to'xtatilgan deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organlarga murojaat qilish huquqingiz bor. Lekin avval birinchi bo'limdan aniq sababni oling. Chunki ko'p masalalar oddiy hujjat yetishmagani yoki bazadagi xatolik sababli chiqadi. Masalan, telefon raqami yangilanadi, pasport ma'lumoti moslashtiriladi, ma'lumotnoma kiritiladi va to'lov tiklanadi. Har doim hujjat bilan harakat qiling. Agar sizning ota-onangiz, buvingizz yoki yolg'iz yashaydigan qarindoshingiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Hujjat papkasini tartibga soling. Pasport nusxasi pensiya hujjati, bank kartasi ma'lumoti, shifokor hujjatlari, telefon raqamlari, pensiya bo'limi manzili bir joyda tursin. Keksalar ko'pincha hujjatni qayerga qo'yganini unutadi, chaqiruv xatini tushunmaydi yoki navbatdan qo'rqib bormaydi. Farzandlar esa o'yimning pensiyasi tushyapti, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Aslida eng yaxshi yordam hujjatlarni oldindan tartibga solishdir. Yana bir muhim masala, hech kimga PIN kod, SMS kod, bank ilovasi parolini bermang. Tekshiruv bahonasida firibgarlar ham ko'payishi mumkin. Agar kimdir telefon qilib pensiyangiz tekshirilyapti, kartangiz raqamini ayting, SMS kodini ayting desa, darhol suhbatni to'xtating. Pensiya bo'limi yoki bank xodimi sizdan SMS kodini so'ramaydi. Bu juda muhim. Pensionerlar ishonuvchan bo'ladi, firibgarlar aynan shundan foydalanadi. 20 sentyabrdan pensionerlar bo'yicha tekshiruvlar kuchaysa, bundan qo'rqish emas. Tartibga kelish kerak. Pensiya qonuniy tayinlangan, hujjatlar to'g'ri, ma'lumotlar yangilangan bo'lsa xavotirga asos yo'q. Lekin nogironlik muddati, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, talabaning o'qishi, ishlash holati. Chet elga ketish, bank kartasi va pasport ma'lumotlari kabi masalalarda beparvolik qimmatga tushishi mumkin. Men sizga tavsiyamni yana bir bor aniq aytaman. Bugunoq hujjatlaringizni tekshiring, yaqinlaringizning holatini so'rang. Kerak bo'lsa, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Barcha savollarga yozma javob oling. Bu videoni pensioner tanishlaringizga, ota-onangizga, qo'shnilaringizga yuboring. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlarni tekshirish, hujjat yangilash yoki pensiya to'xtashi bo'yicha holatlar bo'ldimi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizga shunday muhim ijtimoiy va huquqiy masalalarni oddiy tilda tushuntirib boraman.